Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarda qurilish ishlari va yirik investitsiya loyihalari ijrosini o'rganishni Termiz tumanidan boshladi. Tumanning Sabzipoya mahallasida Xitoyning Huamen Taifeng kompaniyasi bilan hamkorlikda umumiy qiymati 250 million AQSh dollariga teng investitsiya loyihasini amalga oshirish ishlari bilan tanishildi. 2026-2028 yillarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan loyiha ekish, ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksport jarayonlarini qamrab olgan integratsiyalashgan agrosanoat majmuasini barpo etishni nazarda tutadi. Loyiha doirasida 30 ming gektar maydonda yuqori standartlarga javob beradigan paxtachilik klasteri tashkil etiladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, jumladan paxtani chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan zamonaviy korxonalar barpo etiladi. Majmua hududning sanoat salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, infratuzilmani rivojlantirish va aholi daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi. Xitoy kompaniyasi tomonidan, investorlar tomonidan sanoat klasterini tashkil etmoqdamiz. Bu yerda 6 ta integratsiyalashgan zavod, fabrikalar quriladi. 2000 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. 200 million dollardan ortiq xorijiy investitsiya o'zlashtiriladi. Shundan so'ng o'rganishlar Jarqo'rg'on tumanida davom etdi. Tumandagi O'zbekiston mahallasida joylashgan 12-sonli umumta'lim maktabi uchun qo'shimcha bino barpo etish ishlari ko'zdan kechirildi. Shuningdek, mahalla hududida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, jumladan mahallaga kirish qismi, ichki ko'chalar va maktab hovlisida yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Yoshlik mahallasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar holati ko'zdan kechirilib, video konferensiya aloqa orqali mazkur dastur hamda og'ir toifadagi mahallalardagi bunyodkorlik ishlarining borishi muhokama qilindi. O'rganishlar davomida ayrim hududlarda ishlarni tashkil etishdagi sustkashliklar tanqid qilindi. Xususan, ko'chalarni asfaltlash va zamonaviy ko'rinishga keltirish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash hamda infratuzilmadagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar belgilandi. Bundan tashqari, tumanlararo yo'nalishlarda harakatlanadigan poyezdlarda yo'lovchilar uchun munosib sharoitlar yaratish, Sarosiyo aeroporti hamda tumanlardagi temir yo'l vokzallarining kutish zallarini tartibga keltirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Temir yo'l tizimiga aloqador korxona va tashkilotlar rahbarlariga aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatlarda bartaraf etish vazifasi yuklatildi. Surxondaryo aholisini Toshkent bilan bog'lovchi yo'l M39 yo'lini hamma mendan yaxshi bilib turibdi. Boysundan o'tgandan keyin yurib bo'lmaydi. Taksilarimiz dodlayapti. Avtobuschilar dodlayapti. Yuziga qarashga ko'zimiz qolmadi. Temir yo'lda umuman sharoit yo'q. Vagonga mingan odam Toshkent borguncha kasal bo'lib qoladi. Na sovutish tizimi ishlaydi, na sharoit bor, na bilet bor, na vokzalda sharoit bor. Sarosiyoga qatnaydigan Termizdan prigredniy poyezdlarga odam toshib bo'lmaydi unda. Transport prokurori tomoshabin. O'g'ayni, mansabdor odam obro'yda mehnat bilan oladi. Umuman sharoit yo'q. Qanday odam toshyapsan unda? Odam toshyapsanmi? Pulini olyapsanmi, tekinmi? Nimaga transport prokurori tomoshabin? Nima uchun qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi? Nima uchun chora ko'rilmaydi? Transport boshqarma qayerga qaraydi? Aviabiletlarda umuman sharmanda. Narxi 2 barobar bo'lib ketgan. Monopoliya degan tashkilot tomoshabin. Qanday borsa kambag'al odam bu bilet narxini qarab bo'lmaydi. Umuman tanish biliksiz bilet olib bo'lmaydi. Prezidentimiz temir yo'ldan yurib qancha e'tiroz qildi. Bir hafta ichida prigredniy poyezdi, Toshkentga qatnaydigan poyezdni ham to'liq jihozlaysiz. Odam minadigan sharoit qilib, hamma nima talab qo'yilgan bo'lsa qilinishi shart. Biletni ham monopoliya to'liq tahlil qilsin. Kompaniya necha pul odamlarga ustama qo'yib o'tirdi. Odamlarimizga rahmat, indamay shu minib ketib boryapti. Student, qarri odamlar. Nafas olib bo'lmaydi uning ichida. Bu prokuror chiqadimi uning ichida? Yuragi ko'tariladi, bu uchun vaqti yo'q. Operativ xodimlarning qayerga qarayapti? Buni SES degan tashkiloti bormi o'zini? Qayerga qarayadi ular? Keskin chora ko'rasiz. Keyingi hafta dushanba kuni ertalab vokzalga boraman. Vagonni birma-bir Toshkentga ketadigan sostavni ham to'liq tekshirib, hammasini оборот qildirasizlar. Sarosiyoga qatnaydigan prigredniy poyezdni ham, yuk tashishlarni ham hammasini kontrolga olasizlar. Aeroportlarni ham, aerovokzallarini ham, hojatxonasidan tortib hammasiga ko'rish kerak bular. Nimaga Sarosiyoga qaytib kelgan odam ko'chada sifda o'tirish kerak? Nima uchun qurilgan o'zi zavod? Hech kim bepul tashiyotgan yo'q. Bepul ketyaptimi bironta odam? Pulgami? Bilet sotib olyaptimi? Xizmat qilish kerak bunga. Qaysi davlatga borsang, chetga bu men xizmat ko'rsatyapman deb qo'li ko'ksida olib chiqib qo'yadi vagonga. Chiroyli gapirib, bu yerda qo'mrayib kelasanmi, ketasanmi, kimsan degan savolga javob ber. Mana monopoliya to'liq uzchat qilib mana biletlarni ham joyga tushirsin. Odamlarga onlayn shaffof e'lon qilish kerak. Ikkita kasser xohlagan ishini qilish kerak emas. Tanishi bor bilet olish kerak emas. 10 so'mlik biletni 25 so'm sotyapti. Aldab sun'iy to'siqlar bilan.
bir hafta bayramona hamma narsa bezatilsin, vagonlarda odamlar chiqib rahmat deyish kerak. Keyingi manzil Qumqo'rg'on tumanidagi Mehrobod mahallasi bo'ldi. Bu yerda 72-sonli umumta'lim maktabida o'quvchilar soni ortishi natijasida yuzaga kelgan sinfxonalar yetishmovchiligini bartaraf etish maqsadida 140 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi hamda zamonaviy sport zali barpo etilmoqda. Qurilish ta'mirlash ishlarining holati o'rganilib, mavjud muammolar muhokama qilindi va ularni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng Sho'rchi tumanidagi Obodon mahallasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Do'stlik mahallasida esa 7-9 qavatli turar joylar qurilishi bilan bog'liq ishlar o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, qurilish jarayonlarini jadallashtirish va obyektlarni belgilangan muddatlarda foydalanishga topshirish bo'yicha mas'ullarga zarur ko'rsatmalar berildi. Hududlardagi o'rganishlar davomida aholi uchun munosib yashash va ta'lim olish sharoitlarini yaratish, infratuzilmani yaxshilash, yangi ish o'rinlarini tashkil etish hamda investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari hududlar qiyofasini yangilash, infratuzilmani yaxshilash va aholi uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga xizmat qilmoqda.